Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga jahon adabiyotlaridan yozuvchi Jeyms Fenimore Cooperning Esquire nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu kitob AQShda yashab ijod etgan adib Jeyms Fenimore Cooper qalamiga mansub romanning Erkin Mirobidov tomonidan tarjima qilingan ko'rinishidir. Ushbu asardagi voqealar Shimoliy Amerikada 1959-yilda Fransuz-Hindu urushi paytida yuz bergan. Dengizchi Charles Kap Yorkdan o'zining jiyani Mabelga uning otasi serjant Dungam xizmat qiladigan Ontario ko'li bo'yidagi qal'aga borishga yordam beradi. Safar chog'ida ular turli xil sarguzashtlarga duch kelishadi. Asarda Jasper, Esquire, Ulkan ilon, Chingachgook va boshqa qahramonlarning oqilona va qahramona harakatlari ulug'lanadi.